Nyu-Yorkning yangi meri Zohran Mamdani. Mamdani Hind millatiga mansub musulmon. U hozirda 34 yoshda va so'nggi bir asr ichidagi eng yosh mer hisoblanadi. Avvalo Mamdani 7 yoshda Amerika Qo'shma Shtatlariga oilasi bilan birga ko'chib kelgan va 2018-yil AQSh fuqaroligini olgan. Gapning indallosiga kelsak, Zohran Mamdani 2025-yil 4-noyabrda Nyu-York meri saylovida g'alaba qozondi. Uning g'alabasi butun Amerika, aslida butun dunyoda shov-shuvga sabab bo'ldi. Ba'zilar uni umid ramzi deyishdi, boshqalar esa xavfli tajriba. Ammo bu g'alaba hammaga ham yoqavermadi. Donald Trump hatto ogohlantirganda ham, agar Mamdani saylovda yutsa, o'zimning sevimli birinchi shahrim Nyu-Yorkka federal mablag'lardan qonunda talab etilgan eng kam miqdordan tashqari hech narsa ajratmayman degan. Shuni ishlar uchun Amerikada va ko'plab mamlakatlarda hokimlarni xalq saylaydi. Mamdani saylovda g'alaba qozongandan so'ng sahnada turib, Donald Trump, bilaman siz meni kuzatyapsiz va sizga to'g'ri og'iz gapim bor. Ovozni balandroq qilib eshiting degan. Agar Trump Nyu-York xalqini jazolamoqchi bo'lsa, Nyu-York xalqi bunga bo'ysunmaydi va bizni pullar bilan qo'rqita olmaysan deganday qilgan. Nyu-Yorkda yashovchi boshqa millat kasb egalariga shu o'rinda o'zbek hamshiralarga ham bildirgan tashakkurlari odamning e'tiborini yana ham tortadi. Kech bo'lsa ham yig'ib terganim shu bo'ldi. Sizlar qanday fikrdasiz? Shu talqindagi videolarni olishimni xohlaysizmi?